O'zbekistonda dollar kursi ko'tarildi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 24-martda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 14,07 so'mga ko'tarilib, 12.940,58 so'm bo'ldi. Yevro kursi esa 48,07 so'mga tushib, 14.044,41 so'm bo'ldi. Rubl kursi esa 2,78 so'mga pastlab, 153,22 so'mni tashkil etdi. Bundan avval dollar kursi ketma-ket 3 kun pastlab 12.926,51 so'm bo'lgan edi. Yevro va rubl kursi ham tushgan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.